Do'stlar, assalomu alaykum. Bugun Toshkent shahrida Canal Lounge ochishi qanaqa plus-minuslari bor, nechta pul xarajat ketadi, shu haqida mana mutaxassis 12 yillik o'qitga ega Bobur akam bilan gaplashamiz. Assalomu alaykum. Qo'ldan kelgancha qisqaroq qilib tushuntirib berishga harakat qilamiz. Xo'p, bo'lmasa boshladik. Bobur aka, biz hozir qayerdamiz? Bodomzorda, Yunusobod. Bodomzor, Yunusobod. Navigator bo'yicha Bodomzor 45 yozsa chiqadi. Yalnız eski Uyg'ur taomi. Bu yerda biz 6 yil davomida kalyanxona yurgizganmiz, Xeyzi nomli. Hozir rekonstruksiya qilish maqsadida boshdan polni buzib, yangilayapmiz. Ichkarimiz общий площадimiz общий 130 kvadrat. 130 kvadrat. O'sha hozir summa planirovka qilamiz, planirovkani ko'rsatamiz. Savol berib o'tib ketaman, aka. Toshkentda kalyanni ochishda joyiga qanchalik muhimligi bor? Qanaqa joyda ochgan yaxshi? Joy muhim обязательно и parkovka обязательно kerak bo'ladi bizda. Ko'p joyda ishlatib ko'rganmiz, parkovka bo'lmasa mehmonlarga noqulaylik keltiradi и odam kelish oqimi ancha kamayadi. O'sha parkovka katta pluslardan bittasi bo'ladi. Ichkariroq bo'lsa ham parkovkasi bo'lgan joy yaxshiroq. Bu yerda ham shu parkovkasi bo'lgani uchun qiziqib olib qo'yganmiz shu joyni. Bu joyni oldin o'zingiz yurgizgansiz? 6 yil davomida o'zimiz yurgizganmiz. Oldin kalyanni bo'lgan bu. Kalyanxona bo'lganda. Xo'p, kalyanxona bo'lgan bo'lsa, demak eski mijozlarga ega, bemalol ishonch qo'rqmasdan olib bo'ladi. Tashqarida qanaqa narsa mo'ljal qilyapsiz? Tashqarida общий hozir 235 kvadratli letkamiz bo'ladi. То есть mana shu old tarafdan birga biz o'zimiz olamiz. Hozir bu pastda brushatka bo'ladi. И bu yoqqa balandroq turib, tuya qilib, tepasi shamshot qilmoqchimiz. Tashqarida odamlarga noqulaylik keltirmasligi uchun. Ichkari po'shtoq kotletka bo'tdim. Odamlar bemalol bo'tga ham kelib, yo'q, hozir proyektor tushadi. Proyektorda har xil translyatsiyalar ko'rsatamiz, futbol matchlari, onlayn matchlar bo'ladi. Tushunarli, aka. Bobur aka, remont jarayonida siz bu yerda endi qo'pol o'tgan buzlasham noldan qo'ygan ekansiz ichkarilarni? Maqsad shu edi, noldan boshdan qilish. Hop, oldingi paytda teplый pol bo'lmagan, ichkari sal muzlab ketardi, isitish sharoit bo'lmagan. Shunchalik boshdan teplый pol qo'yamiz, kafel olib tashlab turib, devorlarni hozir такой необычный stilda beramiz, ko'rsatamiz dizaynni. Потолок iloji boricha ko'tardik, чтобы maksimal balandroq bo'lsin deb. Qoidalari bormi kalyanni qurayotganda nimaga ahamiyat berish kerak yoki odamlar nimani plan qilib qo'yish kerak bo'lish? Mana misol aytasiz, teplый pol degan narsani odamlar sovib ketmasligi bemalol. Bu degani odam o'zini bemalol his qilsa, ko'proq narsa zakaz qiladi, kalyan zakaz bemalol chekadi. Uyingizga qilayotgan sharoitingizda kalyanxona qilish kerak. To есть hamma sharoit bo'lishi kerak. Bemalol kelish kerak. Odam kelganda mazadam olish kerak, sovuq bo'lishi kerak, suv bo'lishi kerak emas. Havo yaxshi sirkulyatsiya qilish kerak. Havo yaxshi sirkulyatsiya bo'lsa, boshi ham og'rimaydi. Ko'p kalyanxona boshim og'riydi-yu. O'sha havo yaxshi emasligidan, havo yaxshi aylanmasligidan u narsa. Demak, bu kalyandan emas, kalyanxonadagi sharoit ham ta'sir qiladi odamni anaqasiga, bosh og'rig'iga. Kalyanxonaga minimum qancha kvadrat ochish kerak? Hammada haqi 60 kvadratdan kalyanxona bor Toshkentda. Kichkinalar ham bor. И undan tashqari o'zi limit yo'q, ketaveradi. 200 etajgacha kalyanxonalar bor Toshkentda. Bu hozir zalimiz 100 kvadrat, ichkarida 25 kvadratli kabinkamiz bor, и sanuzel bor. Общий shuni 145 mi, 135 mi shon chiqadi. 135 mi, 145 mi. Xo'p, 145 kvadratga bu sizlarda o'zingizlar joy arenda? Arenda. Arenda. 145 kvadratga arendaga qancha pul to'lanadi? 1600 dollar. 1600 dollar pul ketadi. Demak, sразу kalyanxona ochayotganimda shunaqa kvadrat qiladigan bo'lsam 1600 shuni o'ziga расходimiz ketadi. Endi da, rayon imеет роль, Bavran parkovkasi joyiga qarab narx chiqaradi. Biz ancha yil davom ishlab kelganimiz uchun bizga shu ancha pluslar bor sizga bu ishlaganingiz. 6 yil davom ishlab kelganmiz bu joyni, o'sha hisobiga. Вроде бы ko'chadan ko'ra rentga arzonroq arendamiz. Tushunarli. Hozirgi kunda ko'rsatgan dizaynni barisi kichkina ko'rsatib qo'yishgan. Bizda hozir joy kodlashyapti, letka ham kodlashyapti, ichkarida kabinka qo'shilyapti. Barisi kodlashtirmoqchimiz. To есть oldin nabitkalar bo'lmagan, imonatlar. Shundan qo'shyapmiz, o'sha hisobiga barisi kodlashagan bo'lyapti. Plus minus divanlarning planirovkasi ham polni o'zgarib ketdi. Oldin boshqacha bo'lgan. Hozir boshdan splashdan до конца divan tushyapti uzun. Общий 9 ta divan bo'lyapti ichkarida, и tashqarida 10 ta посадочный stol bo'lyapti, letka, raton. Aka, buni 3D dizaynlarini, boshqalarni chizdirib oldingiz, tayyor qilib oldingiz. Primerni ajratilgan byudjet bormi yoki ketgan sarf xarajatga qarab ketilyapti? To'g'ri, hali hisoblangan. Primerni byudjet bir 45-50 ming atrofida hisoblanadi. Remontini o'zida. Da, lekin уже ancha oshib ketyapti undan. 45-50 ming oshib ketadi. Уже oshyapti. Hop, eng katta pul nima xarajat ketadi kalyanni ochayotganda? Oddiy misol bar tushuntiraman. Bar o'zi markanskiy stilda berishgan dizaynerlar. Uni biz hozir 10x qilmoqchimiz, 10x toshdan. Da, bar o'zini qilmoqchi edi, 10x bilan maslahatlashsa, bar o'ziga qilmaydi, qilgan yarasha qolgan joyga ham qo'shilyapti. To есть TV zona orqasiga
mana burchagiga narigi joyga qo'shamiz. Kabinkaga обязательно qo'shish kerak ekan. 3D dizaynda qanaqa ideya bo'lsa, o'shanga qarab summa keturadi. Hozir biz shu 10x bilan sal narx ko'tarilib ketyapti. Xo'p, Vichka bilan. bo'lmasa savolni ketma-ket berib keturaman. Tepadagi vichkalarga, havo aylantiradigan sistemalarga necha pul ketgan? Xo'p, endi ketyapti hali ham davom. Bir grubo 16-17 ming atrofida ketyapti. U hurmatli tomoshabinlar, 16-17 ming dollar vichkani o'ziga ketyapti hozir. Vichkani shu konditsioner tizimiga-da, tizimlariga. Xo'p, undan keyin buni to'g'rilab oldik. Keyingi etapimiz nima bo'ldi? Devorlar o'sha aytganingizdek tosh sistemalar barlarga endi bu minimum aytganingizdek 15-20 ming ham ketib qolsa kerak. Shunaqa. Tosh o'ziga, bar o'ziga grubo 10 mingdan oshyapti o'zi. Ha, buni o'ziga. O'zi orada cho'pil bo'lib qolib ketdi, yer cho'pil bo'lib o'tdi. Devorlarimizda panel sifat narsalar bo'lyapti. Yangicha bambuk panelga chiqib ketdi, o'shani grammatni yaxshiroq ishlangan variantlari bor ekan. Shunaqa qilamiz. Xo'p, devorlarimiz cho'pli polimizga necha pul xarajat bo'ldi? Cho'pil bo'lgan bu hali hisoblaganimiz yo'q ekan. Hali hisoblagan. Misol oxirida chiqazib beraman narxini. Ну, привет. Oxirida qo'yib yuborasiz xohlasangiz. Bo'ldi. Oxirida narxlarni berar ekanlar, oxirigacha kuzatib tursanglar, полный spiskani tashlab beraman. Bo'ladi. Shunaqa qilsa ham bo'ladi. Minimum 150 kvadratga tashqaridagi narsalar bilan mebel o'shanaqalarimiz necha pul ketyapti? Necha pul xarajat qildik? Ichkaridagi bar ichi, to есть bar vitrina bo'ladi. Kuxonning mebellari boshqa. Da, shunaqa joy. Mebellar bilan birga общий 23 ming so'm berishgan. Hali переговорlar ketyapti. No, mebel o'zi yarim yil tayyor bo'lgan. Mebel hech kimda birinchi yil ishlab kelmaymiz ular bilan. Ishi boshlab bo'lganda. По ходу dela kelishamiz. 23 ming dollar. Boshida 45 mingga mo'ljallayotgandim, hozir qani o'rtasiga keldi. O'zi oshib ketdi. Letkamiz ham o'zi plan bo'yicha kichkina bo'lishi kerak edi. Hozir bizda до конца bo'shatib qo'yganimiz uchun letkamiz qattiqlashib ketyapti. Yaqin уже grammatni ratalda qo'yilyapti. Eski mebellar hammasi chiqarib tashlayapmiz. Ha, yangi. Da, hammasi yangi bo'lyapti. Oldin o'zi eskisi qolishi kerak edi plan bo'yicha. Bunda hammasi yangilangan bo'lyapti hozir. Tushunarli. Mebellarimiz o'sha 23 ming bo'lsa, tashqarilar ham shuni ichida kirib ketdi. Da. Hop. Barricha ham 45 mingdan oshdi. Barricha ham bor hali. Shu bardagi shu stilajlar bormi? Hammasi mebel chiqlagan ishda-ku. Ha, и kabinkadagi gaplashiladi. Da, kabinkaning ichidagilar ham o'tda mebel chiqib bergan ishda. O'tda kabinkamiz bo'ladi. Da, sanujidan bag'ram mebeldan yasalyapti ko'p narsa. Ya'ni shu mebel ichiga kiradi. Mebellarimizni joylashtirdik. Hamma narsani to'g'irladik. Texnika televizorlar, yana qanaqa kolonka sistemalar yoki qanaqa audio sistema qilinyapti. Audio sistema bo'lishi kerak, kanalda. Grammofonlar ishlaymiz. Qilib berishadi zo'r qilib, xudo xohlasa birinchi ishlab kelamiz grammofonlar bilan. Audio sistemani zo'r qilib berishadi. И обязательно kamera sistema bo'ladi hamma joyda. Kamera tashqaridan, ichkarida kameralar bo'ladi kabinkada. Audio sistema bu kalandada afzalovkami? Bu bo'lishi kerak bo'lgan narsa. Futbol match ko'rayotgan paytda такой 3D effektlar bilan ishlangan ovoz bo'lsa, qiziq bo'ladi. Mazza ko'radi odam. Odamlar bu narsaga ham ahamiyat beradi demak. Eshityapsizlar? Men to'g'risi bilmasdim, audio sistema bu yerda afzalki bo'ladi. Chunki televizorda baland qo'yib qo'yiladi bo'lardim, lekin audio sistema обязательно kerak ekan. И xodimlar nazorati va безопасность uchun kamera sistemasi. Va bir kam kamera ketmasa kerak bu yerga. 10 ta o'xshab ketishdi hozir. 10 dona kamera qo'yilyapti. Xo'p, 10 dona kameramizga и audio sistemamizga qancha xarajat ketadi? Buni hali hisoblaganimga to'g'ri hisob. Hali hisoblamagan. Yo'q, biz paxol boshladi ishni. 2-3 ming baribir minimum oshadi ekan. Oshadi. Ancha oshadi. Ha, yozinglarchi necha pul bo'lar ekan. Xo'p, bo'lmasa audio sistemalarimizni bitirdik, texnikamizni bitirdik. Televizorlar обязательно katta. Juda katta 86 ta televizor tushadi. Bu yoqqa bitta, bu yoqqa bitta, bu yoqqa bitta. Shu hamma mehmon o'tirgan paytda udobni ko'rish uchun shunday qiyshayib qolib o'tirmasdan bemalol o'tirib ko'rish. Demak, bitta zalni o'zida katta televizorlar bo'ladi. Katta 86 ta televizorlar bo'ladi. 86 talik razmerda ko'rgida kelsa, va eski bitganda kelasiz. Обязательно. Bizga yana nima qo'yiladi bu yerda kalan? Bu yerda o'zi kalanxonada обязательно kalan bilan kalan sistemasini to'g'rilashimiz kerak. To есть kalan apparatini olishimiz kerak yangilarini. Biz apparatni eskilarni qoldirmoqchi. Eski degani qanaqa? O'sha har 1-2 yil o'zi yangilab kelamiz. 1-2 yil olingan apparatlarimiz bor edi. Bu yoqda eski ishlagan joyimizda. Qoldirmoqchi edik, hammasini yangiladigan bo'ldik. O'zi Rossiyadan zakaz qilib bo'ldi apparatlarni. Ha, demak, apparatlarni ham Rossiyadan zakaz qilib olasizlar. Ob'yom bo'lganda. Bu zavedeniyaga hech narsa eski narsa bo'lmaydi kerak. Hamma narsa yangi bo'ladi. Sekin-sekin yig'amiz apparat tabaklarni. Chunki vitrinamizda
kamida bir 15 xil tabak bo'ladi. 1000 xil почти vkus bo'lishi kerak u yerda. 15 xil tabak, 1000 xil Da, o'shaning uchun iloji boricha sekin-sekin yig'ib, juda sekin tayyorlab qo'yamiz. Ochilgan payt sразу что vitrin tayyor bo'lishligi uchun. Shunchaki. Xo'p, bo'lmasa qarang aka, bitta o'tib ketaylik, odamlar qiziq bo'ladi. Bitta kanal apparatimiz qancha turadi? Kanalniga minimum nechta apparat olish kerak bo'ladi? 150, misol, общий aytganda bir 300 kvadrat joyga qancha apparat kerak bo'ladi? Xo'p, bizning shu поставка sistemamiz grubo 20 ta bo'lgan bo'lsa, hozir boshlanishiga 40 ta apparat olyapmiz. 40 ta apparat. Ba'zi yo'lda kelayotgan apparatlarimiz. Bundan tashqari yana paytbom zakaz qilamiz, chunki 40 ta apparat yetmaydi. Xo'p, bitta apparatimiz nech pul, 40 tasi nech pulga aylanadi? Xo'p, bitta apparat hozir 235 dollardan grubo chiqyapti. Ofis bo'lib o'rganimda. $5, uni qanaqadir brendi boshqasi bormi? Da, brend bilan birga shu. Kub degan apparat bor. Bundan faqat Kub o'tda 3 xil apparat zakaz qilamiz. Kub bor, geometriya degan apparatimiz bor, va Union degan apparat bor. Xo'p, geometriya Union. 3 xil apparatni hamkorlik qilamiz. Chiqaraman, men o'zim to'g'risi bilmayman. 3 xil apparatni hamkorlik qilamiz. Zakaz qilganmiz, yo'lda kelyapti hozirlar. Ular shu ekan. $235 dan 40 ga ko'paytirasizlar. Men hozir sразу ko'paytirib ketay. Minimum $235 dan 40 ta. $9400. Bizani aldadilar 45 ming. Apparatni o'ziga. 9400 apparatni o'ziga ketyapti. Shayton ko'p narsa yengillanib ketayotgani uchun shunaqa bo'lyapti hozir. Ha, hozirgi yoshlar akalarni ochib olib ketaman deganlar, bu kichkina biznes emas ekan, ha. Oson biznes emas ekan. Har doim pul tikib turish kerak. Apparat hozir aytaman, har yil davomida yengillash kerak. Ha, o'zi navorot bo'ladi, boshqa bo'ladi. Bor yengilab olgan yaxshi, charchiydi, yengilab olgan yaxshi. Tushunarli. Bo'lmasa uni oldik, endi tabaklarni hozirdan yig'yapman deysiz. 15 xil tabak, 1000 xil vkus. Bu nech pul turadi o'zi? Chunki rynokda har doim assortiment zo'r bo'lib turmaydi. O'zbekiston rynogida bir kiradi, shu payt olib qo'yishadi hamma katta avtoviklar. Keyingi partiya kelguncha biz assortiment biz vitrinada bo'lishi kerak. Tushunarli. Botga o'sha aytayotganingiz 15 xil, 1000 xil deganingizga qancha pul rasxod qilasiz? Mana shu tabak vitrinani o'zini qilishga bir 7-8 ming ketadi. Tabak o'ziga. $7-8 ketadi. Bundan tashqari chashkalarimiz bor hali. O'ziga yarasha ishlar bor. Hali apparat yig'ilmadi hali. Kana hali yig'ilmadi, chashkasi bor unga. Turist ishlatdi. Bu yo'lga tabakka qancha dedingiz? $7000 ketyapti. Hop, endi bitta endi yana chashka olamiz kalanga. Kalovat olish kerak. O'ziga yarasha setkasi bor hozir. Setkani zakaz qilamiz. Безопасностьga ko'mir tushib ko'mir apparat qashaygan payt ko'mir tushib ketmasligiga. Yana brendli zakaz qilamiz hozir. Ham talon pul ketyapti. Va unisiga ham qaralar ekan. Unisiga ham qaraylik. Bu yoqqa endi qaraymiz. Bu bo'ldi, beni premiumroq qilamiz. Xo'p, ularga nech pul xarajat ketadi? Ularga setkani o'ziga grubo $25 dan chiqyapti. Undan hozir 40 zakaz qilamiz. $25 dan setkani o'ziga. Yana ustida boshqa narsalari ham bor buni navorotlarni. Ha, shunaqa. Qoyil. Premium zavедение bo'lyapti, lekin narxda premium bo'lmaydi xudo xolasa. Shunga harakat qilamiz. Maksimal chiroy zo'r joy qilamiz. No narx-navo rynokdan ko'ra arzonroq qilamiz. Xo'p. Odam maqsad mehmonga maza qilishi. Ha, joyimizga iloji boricha ko'p pul ketyapti. Lekin sizlar eng kam pulni to'laysizlar. Shunaqa. Eski narxni qo'yapti. Ya, bitganda обязательно kelib obzorni yana qilamiz. Xo'p, bo'lmasa aka, uni qo'yib oldik, narsalarni qo'yib oldik. Hozir siz aytgan summadan 50 mingdan ham oshib ketdi aytgan summadan. Yana nima rasxodli bo'ladi bu yerga? Xo'p, prinsipi katta rasxodlar hammasini yetib chiqdi. Hozir endi tashqaridan shu letkaga ruxsat olinyapti hozir. Ruxsat olinsa agar biz pulni oyna bilan yopmoqchimiz. Sepasi yopib bo'ladi, yonlari oynasi ochiladigan bo'ladi, yig'iladigan. Qishda shu posadkamiz kattaroq bo'ladi. Ichkarida cho'pil pol bo'ladi, tashqarida cho'pil pol bo'lyapti hozirdan уже. Davomida ruxsat olinsa, cho'pil pol yoqib turib, tashqarida isitib mehmon o'tkazsa bo'ladi qishda ham. Значит, bu etaplardan o'tib oldik tashqariga. Bitta savolni berib o'tib ketay, esimdaligida kanalni biznes ochish uchun qanaqadir ruxsatnomalar, nimadirlar kerakmi? Hozir oddiy обшивит qilib ochasiz firmani. Sekin-sekin уже по ходу дела ishga ko'rasiz. Ha, demak oddiy o'sha kanalniga yo'q. Alkogolga bor, tabashni izlariga bor. Sigaret sotaman desiz. Imенно kanalga yo'q hali. Demak, bu hozircha ko'rib chiqilmagan mavzu, bunga kirmaymiz. Xo'p, aka, demak bitkazib oldik, kanalni olib kelib oldik, tabaklarimizni taxlab oldik. Mijozlarimizni kutib olishimiz uchun yana qanaqa xarajatimiz bor? Ishchilarni to'g'rilab olish kerak. Ba'zan ishchilarni tayyorlash kerak, shu kelgan mehmonlarga to'g'ri servis ko'rsatish uchun. Xo'p, o'ziga yarasha master-klass o'tkazamiz. Tushunarli. Bitta kanalnida nechta xodim minimum ishlash kerak va ular nech puldan oylik oladi? Oylik grubo 220 mingdan 250 minggacha bo'ladi.
kuniga ketadigan Stajiga oladigan qarab, pul. ishiga qarab pul beriladi. Ha, Pulli o'qishga bir qarab oylik, ketadi. Pulli oylik beriladi. Nechta odam ishlashi kerak? Общий smena 8 odam bo'ladi. Ishchi o'zi 12 ta. To есть har kuni chiqmaydi bolalar, almashib ishlaydi. Bitta smena 8 odam ishlaydi. Bitta smenda 8 ta odam. Demak, bu zavideniyaga общий 12 ta olinadi. Bitta smenda 8 ta odam ishlasa, eblaydi. Shunaqa, lerkan bilan birga eplaydi. O'rtasini olib o'zingiz hisoblaysizlar. Shunaqa. Примерно men hisoblashim bo'yicha 4 million 5 million kuniga ketar ekan. Oyliga shu ketadi, shundan ish ketadi. Xo'p bo'ladi. Bo'lmasa, ishchilarni to'g'irladik. Hamma narsa zo'r. Biza odamlarga barga suv qo'yishimiz kerak, ovqat shunaqa narsalar ham bo'ladimi? Yo'q, bizda чисто kalanni заведение bo'lgani uchun kuxnya bo'lmaydi. Aha. Mehmonlarga sharoit qilib beramiz, sabab olib kelishi mumkin bo'ladi. Ikki qaysi bir заведение bilan hamkorlik qilamiz, ham ko'ramiz. Что o'zimizda kuxnya yo'q, sharoiti yo'q kuxnya qilishga. Чисто kalanni заведение bo'ladi. Bizada suvlar, ichimliklar, boshqalar qanaqa bo'ladi, misol? O'zimizda bar bo'ladi. Baristamiz bo'ladi. Har xil limonadlar chiqadi, suv, kofelar chiqadi. Shu. Ha, bo'ldi. Demak, kelsanglar, kalanida ichimliklarni ichib, bemalol ovqat olib kelish yoki bularga aytasizlar, bular zakaz qilib berishadi, olib kelib bemalol ovqatlanib ketsanglar bo'ladi. Xo'p. Aka, men bilmay qolgan qanaqa xarajatlar bor yana? Xarajat hali men bilmaganlar ko'p chiqadi bu yerda. Bu yerda. Ha, ish davomida chiqaveradi sekin-sekin. Xo'p, xudo xolasa, Oxirida kelsangiz, misol uchun bitgandan keyin hisobni ko'ramiz. ha, примерно qancha bo'ldi, nima bo'ldi? Tayyor bo'lganda agar qiziq bo'lsa, подписчикlarga aytib beramiz boshidan oxirigacha qancha pul ketganini. Demak, sizlarga agar qiziq bo'ladigan bo'lsa, aytsanglar, Bobur akam yana bizani chaqiradilar. Spiska qilib, yozib, hammasini qilib beramiz. Sizlarga kalanni ochish uchun tayyor biznes plan bo'ladi demak. Shunaqa. Hozir start payti keldingiz, endi ish boshlandi. Oxirida xudo qolsa finish paytida уже bizdan qo'limizdan hisob-kitob bo'ladi, qancha pul ketgani. O'shani sizga ko'rsata olaman уже. Ha, o'zi aniq summalarimiz bo'ladi, boshqa. Bo'ldi, xudo xolasa. Bobur aka, bizga juda qiziq informatsiyalar bo'ldi. Biz bitta kirib o'zimiz aylanib chiqamiz, ko'rib olamiz. Yana lekin qolgan infolarni ham sekin-sekin berib boramiz. Rahmat aka. Katta bo'ladi. Biz endi zavideniyani bitta ko'rib chiqamiz.